ijro etuvchi hokimiyat organlari, ya'ni davlat tashkilotlari endi bir nechta faoliyat turlari bo'yicha outsourcing xizmatlari orqali ishlashlari kerakligi belgilab berildi. Ya'ni ushbu qaror 1-sentyabrdan boshlab kuchga kiradi. Unga asosan endi davlat kompaniyalari ushbu faoliyatni o'zlarining tarkiblarida emas, balki outsourcing orqali foydalanishlari kerak bo'ladi. Bu yerda biz uchun qiziq va muhim tarafi bu marketing, PR va reklama qismi. Ya'ni endilikda davlat kompaniyalarida marketing, PR va reklama xizmatlari professional outsource kompaniyalariga berilishi kerak. O'zim aytishim mumkin, bunaqa praktika ayrim davlat kompaniyalarida o'zi bungacha ham bo'lgan. Hamma kompaniya ham in-house qilmagan bu narsani. Endilikda 1-sentyabrdan bu davlat kompaniyalari uchun majburiy. Xususan bizning Mirror Management kompaniyasi ham ko'p davlat tashkilotlari bilan aynan outsourcing xizmati orqali marketing va reklama bo'yicha xizmatlarni ko'rsatib keladi. Shaxsan biz uchun bu yaxshi yangilik, sababi endi biz yanada ko'proq davlat tashkilotlariga o'zimizning xizmatlarimizni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi.